Toshkent Amaliy fanlar universiteti hamda Science and Innovation jurnali hamkorligida xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Zamonaviy ta'lim tizimi taraqqiyotida integrativ yondashuv, muammolar, yechimlar va istiqbollar mavzusida o'tkazilgan ushbu konferensiyadan hamkasbimiz Zokir Mo'minov xabar qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida integrativ yondashuv, muammolar, yechimlari va istiqbollar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman xorijlik va o'zbekistonlik yosh olimlar, o'qituvchi professorlar va talaba yoshlarni bir joyga jamladi. Bugungi kunda bilamizki, hozir yurtimizda ham sifatli ta'limni yo'lga qo'yish islohoti jadal amalga oshirilib bormoqda. Mana shu oliy ta'limdagi o'sha sifatli o'qitishning eng zamonaviy usullarini topish va uni o'qitishda yangidan yangi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ishlar amalga oshirish bizni maqsad qilib qo'yganmiz. Biz Qirg'iz Respublikasында Osh shahrindagi Osh texnologik universitetinden keldik. Жоғын топ делегация келдік. Бүгінгі еларалық конференцияға бұл Ташкент қолдану білімдері университеті менен біздің мамилебиз, еларалық мамилелерибиз bir qancha жылдан бері ийгиликтүү жүрүп атат. Бүгүнкү еларалық илимий иш-чарага дагы биз өзүбүздүн окумуштуулардан турган жоғын топ делегация келдик. Бүгүнкү ертеңки бола турган илимий конференцияда өз докладтарыбызды жасайбыз, баяндамаларыбызды айтып чыгабыз. Илимде чек ара жок. Биз ушинтип тыгыз кызматташып турсак, биздин ишибиз алдыга жылат. Бул Ташкент колдонуу билимдери университети биздин Ош техникалык университетине эң жакын өнөктөшү катары болуп калды. Anjumanda integrativ ta'limning 10 dan ortiq yo'nalishlari, jumladan o'qituvchilar uchun strategiyalari, baholash tizimlari, texnologiyalar bilan integratsiya kabi masalalar atroflicha muhokama qilindi. 150 dan ortiq maqola tanlab olindi, 20 dan ziyod xorijiy olim ishtirok etdi. Bu konferensiyamizga demak dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlaridan olimlar, professorlar tashrif buyurishgan. Juda ko'p ilmiy tadqiqot institutlarini rahbar xodimlari, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarining rahbarlari ham tashrif buyurishgan. Bugungi kunda demak shu konferensiyamizda barcha ta'lim sohasidagi bo'layotgan o'zgarishlar, kelajak avlod uchun ta'minlab berilishi kerak bo'lgan sharoitlar haqida kelishib olinmoqda. Fanlarni, ilm-fan taraqqiyotini rivojlantirishda integratsiya masalalariga, ya'ni fanlar o'rtasidagi integratsiya, bu tarix fanini IT texnologiyalari bilan, masalan, tarixchi bo'lgan uchun aytyapman, aynan tarix fanini boshqa hamma sohalar bilan rivojlantirib, undan ilmiy yutuqlarni yanada ko'proq olish masalalariga. Chunki butun dunyo hozir shunga qarab ketyapti. Bizga ta'lim tizimida nima uchun kerak bu hamma sun'iy intellekt barchasi. Ularni yutuq va kamchiliklarini ushbu konferensiyada biz xalqaro olimlar bilan birgalikda yechimini qidiryapmiz. Bugungi anjumanda zamonaviy ta'lim tizimidagi eng muhim masala integrativ yondashuv muhokama qilindi. O'zbekiston va bir qator xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan olimlar ushbu yondashuvning istiqbolli jihatlarini ochib berdi.